Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana yangi mebellar so'raganlaringga chiroyli qilib yangi mebellar obzor qilib davom etamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozishdan chiqmasin. Obunachilar, kimga mana shunaqa mebellar zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Bahodirjon, assalomu alaykum. Turibsiz? Tanjoningiz sog'mi? Ishlar yaxshimi? Xo'p, bir boshdan boshlaylik Bahodirjon mana. Ucuz miyabishni patinga deyiladigan xonamiz bor ekan. Necha pul qilib beramiz buni? Oxiri 550 ga beramiz. Necha pul qilib beramiz? 550 ming. 550 ming. Yana ham sal kelishtirib bering obunachilarga. 500 ming ham. 500 ming qilib beramiz, bo'ldi. Yonidagi nima? 900 ming kattaroq. 1 metrlik joy. 1 metrlik joy tushadigan 900 ming so'm. Bahodirjon, mana nechta blogerlar kelib, pul olib reklama qiladi-ku. Men sizlardan birisi bo'lganim yo'q. O'shini ham pulini tushib bering obunachilarga. Yo'q, o'sha oxiri 900 ming. Buni 900 ming bo'ldi. Shifaniyadamizchi. To'g'ri eshikni ochib ko'rsating. Bunisi eshiklari vakuum. Stanoda yopishgan kromkasi ham. Kromkalari salonda. Ayni tortmadi. Bu oxiri 1 million 600 qilib beriladi. 1 million 600 ming so'm. Ichida tortmasi ham bor ekan obunachilar. Razmerlar nechiga nechi? 1.40 eni. Eni 1.40 bo'yi. 2 metr bo'lsa kerak. 2 metr, xo'p. Men o'sha bir xil. Yonidagi rangi qoladi. Rangi o'zgarsa, pul o'zgarmaydi. Yo'q, bir xil. Necha pul qilib beramiz deysiz buni? 1 million 600 dan 4 xil sveti bor. 4 xil sveti bor. Chiroyli svetlardan qilishibdi. Obunachilar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaringlar. Arziydimi yo'qmi, arzonmi, qimmatmi kommentariyaga yozib ketishingizdan chiqmasin. Keyingisi nima bu? Bunisi arzonroq bu. 800 ming qilib berilgan. 800 minglik variant. Bu bitta eshik ochiladi xolos. Ha, bitta eshigi ochilmaydi buni. Yo'q, ochilmaydi bu. 800 ming beriladi. Obunachilar, sizlarni ham olib berasizmi videoga? Buni 800 ming qilib beramiz. Oxiri. Xo'p. Bu nima? Bu yana shu trimo, oyoq kiyim qo'yadi. Trimo. Ham trimo, ham oyoq kiyim qo'yadi. Bu necha pul qo'yamiz? 450 qilib beriladi. 450. 400 ham deng? Ha, bo'pti. 400 qilib beraylik, bo'lmasa obunachilarga. Bu nima bu? Bu tumbachi. Kastavkali. Televizor qo'yadi. Bu 300 ming oxiri. 300 ming so'm. Oxiri. Bu trimo bilan tumbuchkasini aytaymi? Necha pul qilib berasiz? Kelasiz. Bitta отдельно ayting biz obunachilarga. Mana 400 ming trimo oxiri. Trimo 400 ming. Tumbaschi. Buni 100 mingga sotdi yo'q bir sherigini. Bitta qoldi. Bitta qoldi. Xo'p. Yonidagi trimo necha? Bu 300 ming qilib beriladi. Javorzoroq bu. 300 ming so'm qilib beriladi. Yengil ayting. Bahodirjon. Bunisi necha pul? Tevada stol 200 ming. Yangi u tevasida. Tevasida yangi. Razmerlar necha? Bu 1 metrga 65 mana shunaqa ekan. Xo'p. Tayda u rossiyskiy o'zlari. Tevada necha pul qilib beraman? 200 ming oxiri. 200 ming. Pastdachi? Buni ham o'rtasi ochiladigan stol. Yo'q, ochilmaydi u. Ochilmaydi, qo'yib berilgan. Xo'p. Bunda shilingan o'tgan joyi bor ekan. Arzonroq ayting. 150 ming. 150 ming. Ag'da ham, bag'da ham shilingan joyi bor ekan. Ugoligimiz-chi, bu kunlik ugolar necha pul qilib beryapmiz? Arzonroq qiling bu. Taylari ochiladi, yangi. Burchaga baqa o'tadi. Burchaga o'tadi eski planlar ketajlar tushadi. 1 million oxiri. 1 million qilib beramiz obunachilarga. Bo'ldi. 2 xil sveti bor. Mana 2 xil svetida bor. Obunachilar bemalol telefon aloqaga chiqaringlar. 1 million qilib beryaptilar Bahodirjon. Bular o'shani ko'rganingiz 900 minglik variant. 3 xil sveti bor. Oynalari ham juda chiroyli ekan. Mana obunachilar. Mana ularda o'shali 500 minglik har xil sveti bor. Mana sveti har xili bor. 500 mingdan Bahodirjon qilib beryaptilar buni. Shamo 900 minglik yana 900 minglik sveti. Albatta, nima qoldi? Mana tumba, uni o'sha necha pul qilib beramiz bu tumbani? Yorug'dan ko'rsating. 300 ming. 300 ming qilib beramiz dedik. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Pastki nomerlarga obunachilar like bosib, qo'llab-quvvatlab turishingizdan chiqmasin. 4taliklarimiz aytmabmiz-ku. Necha pul qilib beramiz? 500 ming. 500 mingdan qilib beramiz. Oxiri. Xo'p, mana 4 ta bor ekan. Bemalol aloqaga chiqaringlar, shuta ekan akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turishingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.